Assalamu alaikum ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar yoshlar va da'vo programmamizning 21-soni. Men Arishin Nedqut. Bugungi programmamizda 1997-yili 5-fevral G'o'lja qatliamini xotirlash va shu vaqtdagi shahid bo'lgan yoshlarimizning ish izlarini anglab, shulardan ulgu olish uchun bugungi programmamizni o'rnashtirdik. Ve bugünkü programımızda Sharqiy Turkiston Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklimakan qarindoshimiz bilan Sharqiy Turkiston Yeni Nesil Hareketi a'zosi Abdulhakim Aydın qarindoshimizning bugungi programmani taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni qatnashib berganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Unda bo'lsa programni boshlab ketsak, Abdusalam Teklimakan qarindoshimizdan savol boshlab ketsam, o'sha G'o'lja qatliamini eslash uchun qisqacha bu G'o'lja qatliamini so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala ashrafil enbiya'i vel murselin. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, 1997-yili 5 fevral kuni Ramazonning 27-kechasi Qadr kechasiga to'g'ri kelgan. Qadr kechasi munosabati bilan ibodatlarini ado qilish uchun bir yerga yig'ilgan o'tirgim xonim qizlarimizga o'rta Xitoy hokimiyati rejimsizlarcha bir muomalada ularni turmush olgan va buning natijasida voqeliklar jarayon qilgan deb tushunishga bo'ldi. Bu turmuş ibadet tüpəyle turmuş olan qarindaşlarımızın ki hüququnu izləyiş o qarindaşlarımızın ki dərhal qoyub verilişi üçün namayişlər çıxış nəticəsində əmimizə məlum bolğan ikinci faciələr yaşanğan. Naq meydanda öldürülən qarindaşlarımız oldu. Bunun sırtında 300'den artıq qarindaşlarımız yani şu naq meydanda ikinci ayının ki katil soğukda soğuk su çekildi ve onlar su tuğayerinin müdürletilmeden şekilde tirik biti tonlut edildi. Bu facia belki tarihte az görülen bir facia olması gerek. G'o'ljada yaşanan hadise bu. Kısaca kılıp birleşik cümleyle bulaşılan çağda. Ma'lum bo'lgandek G'o'lja Sharq Turkistonimizning ikinci Xitoy Cumhuriyetining poytaxti bo'lgan bir shahar. Şuna qo'ygan düşmanımız bu şehirge bekrek vayronchilikni, bekrek xarobchilikni, bekrek bir bizim uyg'oq milliy ruhimiz, milliy kimligimizni yo'qotishni ko'zlab shunga g'ayratlanib kelgan. Shu tufayli 90'yillardan oldinda G'o'ljada xilma-xil nashayan ishlar, xususan shu heroin va uning o'qish qilgan insonning aklın durumumuzlaydıgan xilma-xil zəhərlər xüsusən mədəniyyətimizin şimalında G'o'ljada intayin tiz bir taqılan olub, bununla taqabül turuşunu arzu qılğan Müslüman yaşlar meşrep namı bilen G'o'ljaning şəhər nahiyə yeziləri da yığılışlar ilib berib o yerdə ədəb əxlaqını, İslami qimmat qarashlarını şu zəhərlərə qarşı turuşunu avamga təşviq qılğan. Bundan Xitoy beyaram bo'lganlik uchun bir voqea chiqarib, shu yoshlar uyg'unish harakati qisqagina qilib aytgan chaqda G'o'ljadagi yoshlar uyg'unish harakatini bitta qilishni maqsad qilgan va xulosada suhbatimizdan beshida zikr qilingan shu masalalar jarayon bo'lgan. Qisqagina qilib aytgan vaqtida G'o'ljada bo'lib o'tgan jarayonlarni shunday xulosalash bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun. Unda olsa Abdulhakim Aydın qarindoshimizdan so'rsam, shu G'o'lja qatliamdagi yoshlarningki qanday rol o'ynalgan shu vaqtida? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz qarindoshlar, yoshlar har bir millatning yoki davlatning va yoki qavmning yukselishida va yoki gumron bo'lishda asosli rol o'ynab keldik. Hozirgacha millatlar tarixini tekshirsakmi, qavmlar tarixini tekshirsakmi, biz bu narsani aniq ko'ra olamiz. Qur'on Karimda Ashabul Kahf qissasi bo'lsin va yoki boshqa qissalarda bo'lsin, yoshlarning rolini alohida gavurlantirgan ko'p suralarni, oyatlarni uchratamiz.
vatanimiz Şarkı Türkistan İslam dünyasının bir coğrafiyası buluş süptü bilen muşu alaydilikni aslideki milli ruhidin mi ağam bolsa İslam bilen birleşken halda nayet güçlük ifadelep kelgen. 97 yıldaki Gulcu katliamındaki yaşlarının rolu kelsek bu vakada 90 yıllardan keyinki yaşlar uyg'unish hareketlerinin bir neticesi süptüde köreleymiz. Çünkü biz bu vakanın aldı keyindeki ahvallarını vatanimizdeki yaşlarının şu vaxtdaki bayağı mahsumkam aytib o'tgandek meyli çiriklik cihati bo'lsin, meyli ahlak cihati bo'lsin, ma taraflarını bir noktadan qarasak, yana bir noktadan 90 yıllardan keyinki vatanimizde elip verilgan hareketler, facialar, şu facialarning ahırda biz 97-ki vakani çıktı deb kesip ayta alaymiz. Çünkü 94 yıllar kelgen çağda biz bu vakanın aldığındaki tarih qaytadigan bolsak 94 yıllar kelgen çağda Gulcuda meşrep namı bilen bir qatar faaliyetler qattiq canlanışga başladı. Meşrep namı bilen Gulcudaki her qaysi yerdeki yaşlar xilma-xil sorunlarda yig'ilishga başlagan. Şu çağdaki yaşlarning soni 1000dan aşqanligi bazı xatirladi bu. 95 yılı kelgen çağda bu yaşlar biz bu şekilde teşkillenmegen halda ötüp kesek bulmaydı iken biz teşkillenişimiz gerekken degen noktada aldı ölen biz bunu futbol musabıqası teşkilleştim başlaylı degen asasta tuncu qıtımlıq musabıqını 95 yılı başlamakçı bolgan. Şu aralıktaki vakalarını kitaplarda okusanlar buldu. Vakalar qaraydigan bolsak bizni tatıdigan nokta bu yerdeki yaşlarının cesareti. Bu yerdeki yaşlarının 17 yaştan 30 yaşgacha bo'lgan bu cesaretini biz her yılı yüz bergen vakalarda hatta şu 97 yılgacha qatliam bo'g'icha yaşlarning ahvoli qarasak ko'ralaymiz. 95 yılı şu yetakchilar Abduhalil Abdumijid, Abdumijid Abdurahman ve onun başka Rahimtay, Abdukerim Ahmet qatarliq sabqashlarning hammasi 95 yılı qo'lga ilingan ve türmeden chiqqandan keyin tunji qildigan ishi 97 yılı 1 ayda Abduhalil Abdumijid türmeden qochib anandan keyin 97 yılı iliqi voqeaga duch bo'lgan. Bu yerdagi yoshlarning roli degan vaqtimda men bu yerdagi yoshlarning mayli tashkiliy jihati bo'lsin, mayli jasorat jihati bo'lsin, mayli qarorlarni nihoyatda vaqtida o'zgartishda bo'lsin, nihoyatda kuchli rol o'ynagan deb qarayman. Bu vaqa aynı vaqtdagi şu namoyish aslida şu yılı Ramazan ayının din keyin Rozeyitning birinci günü cemaat qaytadigan vaqtda o'rinlashtirilgan. Ammo o'tirdagi ba'zi vaqalar qarata darhol o'zgarish elib berilib bu 5 fevralga o'zgartirilib elib berilgan bu chog'da. Ya'ni bu yerdagi tashkiliy qurilma shuncha cho'ng yerde asas gevde süptede kılıngan faaliyet olsun ama okşaş vakti başlanıp okşaş vakitte lineya qarab atlanıp bu vakalar keç saat şu günü saat 10'largacha davamlaşkan. Yani ben bu yerde demekçi boğunum şunçilik cesaretini teşkili aparat süptede ifadeligen bu yerde. Mesela Abduhalil Abdumijid şu şehit kılıngan vaktiste 32 yaş. Abdumijid Abdurahman bolsa 28 yaş. Şu yaşlarda şunda çoğun faaliyetlerini, muasseselerini, şu hareketlerini qo'zg'ayolgan ve qo'zg'agan milletinin kelgüsü istiqbalini ko'raligan. Abduhalil Abdumijidning 95 yılı ilim meşrepini teşkilligen vaqtida so'zlagan bir nutqida bu meşrepning teşkillanish ahvoli haqida meşrepning asas ideyasini mundaq bayon qilgan. Asas 4 noktani men süzüp çıktım bu sözlügen nutqidan. Birincisi meşrepning asas qiladigan ishlardan biri tarix, medeniyet ve din o'rganish ve targ'ib qilish. İkincisi musulmoncha turmush o'lchamiga rioya qilish. Üçüncüsü aroq, zaharlik chekimlik ve zina qarshi turish. To'rtinchi bo'lsa xalqaro vaziyat to'g'riliq munozara elib berish. Ya'ni ashundaq qapsilib qolgan, ashundaq yugilib ketgan bir jamiyatda xalqaro vaziyat to'g'riliq bir munozara elib berilishi 92 yil İstanbul'da
elip berilgan Şarkı Türkistan yığınlarının asası maddelerini kolga düşürüp muzakir kılışlardan bu yerdeki yaşlarının cesareti ve ruhini körüp yiteleyimiz dep qarayman. Allah razı olsun. Hakikaten bizden nurgun şu vaktki yaşlarımızın ügün olduğun işler bekçikken onu ahire deyişimiz inşallah. Onda aslında şu sualga Abdüsalam qarindişimiz mi deydiğen gepler olup qalsa, asaq, mağab qalsa. Kısacası yaşlarının ki rolü hakkında Zalim Kardeş'in ayetleri mükemmel tutulup etti de öyleyme. Her bir milletin insaniyet tarihinde tarihten günümüzdeki her bir milletin tarihinde yaşlar belirli rol oynaydı. İnsan 30 yaşıgacha 40 yaşıgacha kılalığınca bir uftukka bir kalbiga kazanan buldu, ilişken buldu. Onun keyingisi bir kalbi kılalığın bir yaşaması alaydı bir ahvalası. Bunun için yaşlarının ki o devirde onun keyinki rolü hakikaten tasavvur kılgısız derecede yaxşı bolgan. Kısacası şunu dep etsek tafsilatını Abdülhakim kardeşim gayet güzel bir şekilde bayan kılıp ettik. Allah razı olsun. Onda var sizden bir soru sorsam, şu Gulcu katliamdan keyin, şu nurgun kırgınçılık bolgandan keyin yaşlarımızda qanday özgürüş boldu şundan keyin? Özgürüş boldu mu bolganmız qanday boldu? Vatanimizde yüz bergen her bir ırkıy kırgınçılık yoki her bir faciadan keyin vatanimizde bir uyg'onish etdi. Şunun bilan birlikte aşu bir xil uyg'otqich rolini o'ynagan. Selvi tarafından bizningki nurg'unlagan o yürek qarindoshlarimiz shahodat sharbat ichgan bo'lsa, yana bir tarafdan o şehitlikninki bizning jamiyatimizga Sharq Turkiston jamiyatiga salbiy rol o'ynaganligini deb aytish mumkin emas. Bu albatta ijobiy rol o'ynagan va cemiyetimizin uyg'onishida intayin belgilik rol o'ynagan deb qarashga bo'ladi. Bu noktada yaşlar uyg'onishi qaysi shaklda bo'lgan degan savolingizda vatanimizning shimol tarafida islomiy uyg'onishni qaraganimizda Gulcu'daki katliamdan keyin intayin zor bir uyg'onish hareketlerinin mevcut bo'lganligini İslamiyet ta'lim tarbiyaning ili rayoni vatanimizning shimolidagi bir butun rayonlargacha kengayganligini Gulca ili Börtala Çöçek Altaylargacha taralgan bir İslami uyg'onish hareketinin mevcut bo'lanligini kesib etishga bo'ladi. Şundaqla fikri jihatini bitgan vaqtidami nurg'unlagan ziyolilar, nurg'unlagan aqartish harakati bilan mashg'ul bo'lgan peshqadamlarning kimi shu davrlarda belgilovchi rollarini bo'lganligini bayon qilishga albatta bo'ldi. G'uljuda yuz bergan bu reallikdan keyin, bu fojiadan keyin Sharq Turkistonning umumida bir uyg'onish bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonning muhojiratida shunga o'xshaydigan yana bir uyg'onish bo'lgan. Sharq Turkistonning muhojiratida siyosiy xizmatlardan ilib bitgan vaqtimizda Sharq Turkistonning siyosiy harakatida bu G'uljudagi qatliamning ta'siri intayin zo'r bo'lgan va muhojiratda mayli O'rta Osiyo jo'grafiyasida, mayli G'arbiy Osiyo, Pokiston jo'grafiyalarida, mayli Turkiya va Yevrosiyo jo'grafiyasida yoki bo'lmasa Yevropa, Amerika jo'grafiyasiga qarag'animizda G'ulja qatliami, G'uljudagi qirg'inchilik Sharq Turkiston davosininki bir palla yuqoriga ko'tarilishida belgilik roli bo'lgan deb qarash bo'ldi. G'uljudan burunqi bilan G'uljudagi voqealikninki qirg'inchilikninki jarayonidan burunqisi bilan keyingisini xalqaro munosabat e'tibor bilan sizishtirgan vaqtimizda fojianinki qirg'inchilikninki salbiy ta'siri bizningki yuragimizni bo'jishdan iborat bir maqsad bilan qilingan bu ish amaliyotda reallikda bizga ko'p umid bag'ishlagan va bizningki siyosiy harakatimizninki güzel bir şekilde ilgililishiga ta'sir ko'rsatgan deb qarashga bo'ladi. Siyosiy harakatlarda nurg'unlagan tashkilotlarning qurilishi shu davrdan keyin mayli
burunki muhacirlardan 1950 yılının aldı kayında çıkan muhacirlardan yoki keyingi muhacirlardan bolsun Şerq Türkistan davası üçün hareket kılgan belgili güçlükçe koşullarının meydana çıkışı bunu gösterip durupdu. Rahmet, Allah razı olsun. Şu sualga Abdulakim qarindishimizning qatadigan so'zi bormi bo'lsa, so'z etgan bo'lsa. Albatta, har qanday bir zulmdan keyin bir uyg'unish bizning vatanimizda har doim takrorlanmoqda. Buni biz 49-yildan keyingi yuz bergan voqealarga qarasak-mu, hech qachon biz besilgancha mijilib ketgan, yo'qolib ketgan, bel qo'yayotgan ahvol yo'q. Balki vaziyatning chinishiga qarta, vaziyat qancha kuchaygancha bizning ruhimiz bir musulmonlik ruhi va yoki bir uyg'urlik ruhi bilan mujassamlangan bo'lg'achqa biz bu nuqtalarda hozirgacha mayli muhojiratda bo'lsin, mayli vatan ichida bo'lsin, nihoyatda Xitoy hokimiyati yoki shu davrda shu qatlamni yurgizganlar ko'zlagan nishoniga hozirgacha yetib boqqani yo'q. Masalan, 97-yildan keyingi uyg'unish harakatlari mayli diniy ta'lim tarbiya jihati bo'lsin, mayli jamiyatdagi milliy madaniyat jihatdagi uyg'unishlar bo'lsin, 2009-yildagi voqealarga kelib bo'lgan oraliqda hech qachon vaziyat bo'shab qolgani yoki bir kengri azoda hayot bo'lib qolgani yo'q. Ammo har qitimliq bir voqea, har qitimliq bir fojia bizga kuch bag'ishlagan. Men shuni kesib ayta olmaymanki, bu qatlamlar bir jihatdan garchi xalqimizning o'zining qarindoshlarini yo'qotishi va yoki qonlarining to'kilishi bilan ma'lum jihatda bizga zarba berilgan bo'lsa-mu, ammo cho'ng jihatdan yana bu zulmdan faqat qutulish yo'lining mustaqillik ekanligini ifodalab berdi. Men nima uchun bu gapni bu yerga kelma desa, ayni vaqtda shu 5-fevral kuni shu namoyish qilgan qarindoshlarimiz shu G'uljining 0dan tuvan 14-15 graduslik shu sovuqida bizning chapallarımızın ichida bomba bor demisin deb chapallarni selib tashlagan qarindoshlarimiz. Ya'ni Xitoyning qonuni bo'yicha yurgizimiz deb bu boshlangan bu namoyish bo'lg'achqa biz chapallarning ichida bir bomba tashlagan bomba yushirib olgan bo'lmasin degan ifodalash uchun shunchalik samimiylik bilan qilgan. Ammo u yerdan Xitoyning qonxo'rlarcha bostirishiga uchragan. Bu voqeani ko'rgan va yoki bu voqeadan xabari bor bir Sharq Turkistonlik va yoki bir faoliyat olib berish planini tuzgan bir shaxs hargizma Xitoyga nisbatan bo'shab qilish va yoki yuchib qo'yish planini tuzmaydi. Ya'ni bundan texmi kuchlik, texmi qattiq turgan vaqtida andan keyin bu jangda g'alaba qilg'ili bo'lganligini his qila oladi. Ya'ni G'ulji qatlam bo'lsin va yoki boshqa Urumchi qatlam bo'lsin, 2017-yildan keyingi hozirgi vaziyatimiz bo'lsin, yoshlarga aşı ruhni berish kerak. Balkim ba'zilarning kallasiga bugungi yoshlarning ba'zi savollari kelishi mumkin bu nuqtada. Undaqda biz nima uchun bizga ta'sir qilmadi deydi nurg'un kishilar. Bugun nurg'un kishilar umidsiz, nurg'un kishilar hozirgi vaziyatdan xotirjam emas. Mayli Turkiyada yashayotganlar bo'lsin, mayli boshqa yerdagilar bo'lsin. Hozirgi vaziyatdan har vaqt andish ichida turyapmiz. Biz nima ishqi u ulguni olamadik? Biz nima ishqi fidokorlikni ko'ramadik? Ayni vaqtda shu vatanning ichida turib, ash zulmni o'z ko'zi bilan ko'rganlar yana 5 yildan keyin, yana 10 yildan keyin chiqalagan bo'lsa, yana shu zulmga qarshi tura olgan bo'lsa, ammo chet ellarda nima uchun biz bu narsani qilamadik? Bu har bir yosh o'zidan so'rab chiqishga tegishli bir savol. Ya'ni biz vatanning ichida shu zulmni chekkanlar qilganning yerimini chet elda mushundaq erkin sharoitda, imkoniyatlar ichida qila oladikmi yo'qmi? Mushlarni qilamagandan keyin biz og'rinishni kimga tashlab qo'yapmiz? Og'rinishni xalqaro vaziyatga tashlab qo'yamdik. Og'rinishni hech kimga ich og'ritmaydigan Xitoyga tashlab qo'yamdik. Og'rinishni siyosiy tashkilotlarga tashlab qo'yamdik. Buninglik bilan masala hal bo'lmaydi. Ya'ni amaliyotda vatanda ashundaq ta'sir ko'rsatgandek nurg'un yoshlarga hali ham ta'sir ko'rsatyapti. Biz do'yinda ba'zi nurg'un yaxshi narsalarni uchrata olamiz hozir. Axloqiy jihatdan va yoki boshqa temalarni asos qilgan asosda o'zining
fikrini davatqanlarni uchirtimiz. Vatandagi yoshlarga ta'sir qilyapti, ammo bizga ta'sir qilmayapti. Bu nuqtada yoshlar og'rinishni o'rniga izlanishni, texmi kuchayishni o'zidan bu yoshlar ayni vaqtida qila olgan yoshlar mening bir jutluqim edi va yoki mening qarindoshim edi, menga o'xshash edi degan savolni so'rab beqish kerak deb o'ylayman. Rahmat, Allah razı olsun. Ve sizin şu vaxtdagi yoshlarımızın nimalarni o'rgana hazır deb savol so'ramoqchidim. Oxirida savolning javobini berib bo'ldingiz. Yana deydigan gapingiz bormi shu vaqtdagi yoshlarımızın hozir nimalarni yoshlar shu vaqtdagi yoshlar nimalarni o'rgana oladi degan savolga. Bu noktada yoshlar bugun tengriqash ichida, dunyoning hamma yerida tengriqash ichida yashayapmiz. Turmush, iqtisod va undan boshqa siyosiy masalalar va vatandagi urug' tuqqanlarimizning ahvoli qatorliq nurg'un masalalar biz ko'zlagandek bir hayotga erishamaganligimiz uchun biz psixik jihatda buzilishga boshladik. Ham buning nurg'unlarimiz qurboni bo'lib ketdi. Endi bugun yoshlar nimani o'rganish kerak degan vaqtda yoshlar G'ulji qatlamidan birinchidan shu qarindoshlarimiz ko'rsatgan fidokorlikni o'rganish kerak. Mayli mustaqillik bo'lsin, hattoki dunyoda o'zimizning izzati bilan, o'zimiz turayotgan davlatda izzatimiz bilan yashash uchunmi fidokorlik kerak. Shuncha cho'ng tuproqni, shuncha cho'ng bir davlatni elish uchun albatta yoshlarda u fidokorlik bo'lishi kerak. Qarindoshlarimizga qarta, atrofimizdagi do'stlarimizga qarta qanchalik fidokorlik ko'rsatdik. O'zimizning xizmatini yaxshi qilish, Sharq Turkiston davosiga to'p qo'sh jihatlarda qanchalik fidokorlik ko'rsatdik. Birinchisi biz ulardan shu fidokorlikni o'rgana olishimiz kerak. Ikkinchidan, shunday qattiq bir sharoitda tashkiliy jihatda intayin mukammal holda shuncha cho'ng faoliyatning qilinganligi, bu faoliyatning bundan 25 yil burun bo'lganligi bizga dars berish kerak. Ya'ni bugun biz tashkiliy jihatda ishni yaxshi qilolmayotgan bo'lsak yoki tashkiliy apparatlardan norozi bo'layotgan bo'lsak, biz shu yoshlardan o'rganishimiz kerak. Bugungi mayli aloqa jihatda bo'lsin, mayli ilm, ma'rifat, bilim, fan texnika jihatda bo'lsin, taraqqiy qilgan bir jamiyatda shu jamiyatda qarindoshlarimiz qilayotgan ishni qilolmaganligimiz yoki ularchilik bo'lolmaganligimiz bizga shu darsni berish kerak. Uchinchi jihatdan aytganda, shu qarindoshlarimiz ayni vaqtda mashrab nomi bilan bir muassasalashish, jamoatlashish, tashkilotlashish yo'liga borgan bo'lsa, ammo bugun biz har qaysi jihatlardan chechilish yo'liga qarab ketib boramiz. Tashkilotlardagi ideya o'xshamasligi va yoki shaxslarning fikrini o'xshamasligi sababidan shuni tutqu qilib olib, andan keyin yoshlarning shu tashkiliy xizmat qilish, moslashish iqtidori kundan kunga tuvallab ketib boradi. Bu faqat tashkilot qilam xos deyilgan gap emas. O'zaro moslashib bir xizmat qilish, bir yerda ishlash va yoki birga dars takror qilish va yoki ma'lum bir do'konni tang echish desakmi, bularning hammasida bir-birimizga moslashish jihatda kamchilikimiz bor. Bu nimaning ta'siri desa, bizdagi tashkillanish iqtidorimizning naqadar tuvallab ketganligining ta'siri. Ayni chog'dagi yoshlar, masalan, Abduhalil qarindoshimiz turmadan chiqib, birinchi oyda turmadan chiqib, ikkinchi oyda mushu butun harakatlarga rahbarlik qildi. O'ylab baqdan bo'lsak, bu harakatlarning boshdagi sxemasi tuzilib bo'lgandan keyin kelgan va ularning hammasi uning rahbarligiga qo'shilgan. Ya'ni jamoatlashalgan, bu yerda bir yerga keladigan. Biz bu nuqtada yoshlarda tashkillanish iqtidorini o yoshlardan o'rganish kerak deb qarayman. Rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten yaxshi gap qildilar. Endi bu savolga Abdusalom qarindishimizning deydigan gaplari qolsa asaq. Abdulakim qarindishimdan Allah razı olsun. Hakikaten etraflı bir cevap bo'ldi. Menimcha buni qo'shimcha qiladigan yerim, Abdulakim qarindishim asosiy jihatdan yoshlardagi biri fidokorlik ruhining o'rganilishi kerakligini, shu davrdagi yoshlardan tashkilli xizmat qilish ruhini o'rganish kerakligini qisqartirgan shu nuqtalarni aytib o'tdi.
Endi menen demekçi bolganlykdan ümidvarlyk ruhy. Ümidvarlyk ruhy bizde Beydin Abdülhakim Kırınçim dep etkendek hususan muhaceretteki yaşlarımız arasında ümitsizlik, bikinmecilik, gangıraş, tığırkaş diyendek hissetlerinin nurgunu tebilişi mümkün. Şunun için bizimki av yaşlar bilen, meli 1997'de Golcudaki yaşlar, ondan avalka 1990'daki barındaki yaşlar, ondan keyinki yaşlar, 2009'daki Ürümçi'deki yaşlar ve hala vatanda özünün hazırki mevcut zulümgü qaramay özünün mevcudiyetini saqlap qilish uchun g'ayrat qilayotgan yaşlar. Bularning hammasidan biz yana ümit deganasini o'ylash lazım. Biz nurg'unlagan yaşlarımızda ko'rilgan bir nokta var. Bu bo'lsa biz ishni ish bo'lsin deb bilan qilib qo'yapmiz. Namoyishga chiqdikmi? Chiqdik. Nima ishga chiqdik? Xitoyga qarshi maydon ifodalash. Balki aqlimizda bor, balki yo'q. Başkalar çıktı. Namoyish qilib chiqmasak turibdi. U emas bizimki vazifamiz. Bizga tushgan majburiyat. Shu Allohning menga qo'ygan majburiyat, menga bergan vazifasi bu. Mening yaratilishim shu sababdan. Men bu dunyoga yeb ichkili, yetib qo'yib uxlab qolganlarni yaratilmadim. Men bu dunyoga bir mas'uliyat bilan yaratildim. Bu hazırki günümdeki mening mas'uliyetim şu vatandaki, şu Şarkı Türkistan'daki qarindoshlarım yig'in yo'riqlim uchun, şu aziz vatan, şu muqaddas tuproq uchun qo'limdan kelganini qilish degan ideya bilan chiqdim. Unda bo'lmay, endi namoyish chiqmasak, sattur degan faoliyat qilsak, sattur degan yoki bo'lmasa biz bu faoliyatdan ma'lum bir natija ilişki gözümüz yetmey, ümidimiz olmay. Biz şu bir gay yatkan mağazada koyla diyen şekilde kısak bu iş olmaydı. Bu işten biz gitken netice çıkmaydı. Biz hazır bir tüm Uygur bütün yer şehrini koktan Xitay karşı tik turavatımız. Tik turalavatımız. Biz ne Amerika'daki devletlerine başka nurgulgan devletlerini korkutalagan Xitay sile bizlerin gözümüzden aldı ilip taşıyotgan tırnakçılık güçlük emas. Ve halanki onunki harbiy kuchi, texnikalik kuchi, yana bir kuchi, yana bir kuchi bizning tasavvurimizning nechasi yuqorida bo'lishi mumkin. Bu amaliyatim shunda. Lekin bizdagi shu ruh bo'lgan chog'da bizdagi umidvorlik ruhi. Biz shu Xitoy bilan qarshilashib, shu Xitoyni vatanimizni qo'llab chiqarib, shu yerda bir davlat qurmaymiz degan umidni qalbimizga, ruhimizga singdira olishimiz lozim. Umidvorlik ruhi mayda. Shu umidimiz bo'lmagan chog'da bu umidimiz bo'lmagan chog'da bir kishilik yashab, bir kishilik o'lib ketamiz. O umidimiz bo'lsa, balkim şu ümit bilen belki bu işlerini kılabilmemiz mümkün. Lekin biz kılan işinip kılışımız şu ümit Türklük oldu dep qarayman. Men to'g'ri qilyapti ben. Men haqning ustida. O Xitoy kuchli bo'lsa-mu, lekin o batilning ustida, o zalim, o qirg'inchilik qilyapti, o vatanimni ishg'ol qildi, o vatanimdan chiqib ketishi kerak. O vatanimda o'g'ri. Qaraqchi bo'lganchi. Shuni biz ko'nglimizda chin yuragimizning ishongan vaqtimizda shu bulanchi shu qarashga qarta harakat qilish ruhi o'zligidan yetildi. Shu tufayli bizningki o'ljidagi yoshlardan o'rganadigan yana bir muhim ruhimiz shu umidvorlik. Shu vatanimizning ishida turib, hamma yeri Xitoyning saqchisi turib, saqchining sirtida qurolliq saqchisi, askari, biltuani, yan binasining hammasini borlig'ini bilib turib, Xitoyga sabab ko'rsatmaslik uchun o'ziningki chaponlarini tortib tashlab o'tib maydonga chiqargan bu odatlik ruh emas. Odatlik bir umid emas u. Biz shu umiddan o'rganishga ehtiyoj. Umidvorligimiz shu yerdan kelsa to'g'ri deb qarayman. Men qo'shimcha qilganim shu.
Rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten yaxshi gapirdilar. Bugungi programmamizni mishada oyoqlashadi inshaalloh. Ishqilariga ham ko'pdan ko'p rahmat. Shu G'ulji qirg'inchiligidagi bo'limi qatliamdagi shu yoshlar to'g'risida nihoyatda go'zal, yaxshi suhbatlar ilib bordik. Buni xotirlashimiz bek muhim. Shunday kunlarni xotirlab, shu vaqtdagi yoshlarimizni qanday shehid bo'lganligini, qanday tirishchilik ko'kazganligini har vaqt kallamizda tutib turish uchun shunga o'xshash suhbatlarni, sizga o'xshash shu vaqtdagi ishlarni yaxshi biladigan qarindoshlarimiz bilan shunday suhbatni jiq qilsak yaxshi deb o'ylayman. Unda bo'lsa, ishqilariga ham ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashibdilar. Unda bo'lsa, bugungi programmamizni mana shu yerda tayyorlashdi. Bu G'ulji qirg'inchiligidagi yoshlarimizdan o'rganadigan nurg'un masalalar bor ekanligini bugun